Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Krispimiz satıldı. Büyük sene egesi 2025 yıl 16. May günü topşiryapmiz. Zakaz Krispimizlerde 2 mostu 180'ge 280 oldu. Bu Xorazm viloyati Gullang tumanına verdik. Krisp ma'qul bo'ldimi bu? Ma'qul. Assalomu alaykum hammaga. Minakay Naq shahrida shu Parvoz Jetiton ustalarning yoniga kelib zakazimiz tez bitdi. Ulardan minnatdorman. O'g'ilchalarga arava ishtirib berdik mashinasini. Ustalarga rahmat. Topgan chiqqani amin ko'p bo'lsin, barakat bersin. Topgan chiqqani qo'ylarga bersin. Bola-chaqangiz yemak ichmak nasib etsin. Qo'llaringizga gul bitsin. Ustalar rahmat. Size tebriklaymiz. Teyinler şaman olsun. İnam şu sprapkesi bu. Rahmat. Bu ham 100 yoshga girbilgan bu. Bu ham 100 yoshlarga girbilgan. Yana romlar shu yillar bo'ldi, 4 taraf ham yarim krel bo'ldi. Qalin pollar bilan ishlab berdik taylarni. Bro to'ralari bilan amazatlar, risollar 2,5-3 tonnagacha bemalol bosaveradilar. 15 bakobot balonlar bilan. Yana qamal sharoylarni qo'yib berdik. O'zimiz ustonlikka qilib Xorazm viloyati Gullang tumanına verdik. Bu oldi ochiladigan qilib, buni narxi 15,5 million bo'ldi. Kelib ikkita atalashadi. Kimga shunday presslar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda presslarimiz bor. Mana tagining pollarini ham kuzatib o'tamiz. Mana 3,5 santimetrlik qalin poldan qilib berdik. Yarim krel bo'ldi. 180 280. Burada tayyor presslarimiz ham bor. Burada zakaz bilan ham ishlatib turibmiz. Yana yarim krel bu ham gullangan. Mana ishlanishda jarayonlari. Mana bu Xorazm viloyati Gullang tumanidan shu yillar bilan ishlab beramiz. Taylari qalin poldan. Tayyor presslarimiz ham bor. Har xil turda presslarimiz bor. Zakaz beraverasizlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Shunday baquvvat presslar ishlab beramiz. Buning bordlari kontenerlisdan bo'ldi. 50 cm. Reshetkasi 70 poldan 120 bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Mashinalarni qo'shadan kraskadan sap berdik.